Agar vaqtni orqaga qaytarish iloji bo'lganda, siz nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz? Bugun biz sizlar bilan juda ham chiroyli, hayotiy melodrama ko'ramiz. Kinoteatr kanaliga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Yu Sanya ismli bu yigitni faqatgina otasi bor edi, lekin afsuski otasi spirtli ichimliklar ichardi va bola qarovsiz edi. Va bir kuni uni tug'ilgan kuni bo'lganida, uni uyining yoniga bir qiz keladi va u qiz ismi Shuyang edi. Qiz bolaga qarab, "Nimaga yig'lab o'tiribsan? Tinchlikmi?" deganda, boyagi bola qizga qarab, "Bugun men tug'ilgan kunim, lekin nishonlash uchun hech kimim yo'q" deydi. O'shanda qiz bolaga qarab, "To'rt olib chiqqin va sham olib chiqqin, birga nishonlaymiz" deydi. Va o'shanda bola shamni puflagandan so'ng qiz undan so'raydi, "Nimani niyat qilding?" deganda, bola "Tezroq birinchi qor yog'ishini niyat qildim. Chunki meni oyim birinchi qor yoqqanda seni yaxshi ko'radigan inson keladi deb davom etardi" deydi. Va bola uchun bu qiz o'sha inson bo'ladi. Shundan so'ng qiz u yerdan ko'chib ketadi va bola uni uzoq vaqt qidiradi. Bir kuni ular do'stlarini to'yida yana uchrashishadi va bu safar ular doim birga bo'lishga ahd qilishadi. Lekin afsuski, oradan bir necha oy o'tib, bolani otasi o'ladi va otasi o'lgandan so'ng bolani uyiga kreditorlar keladi va bolaga "Sani oting juda ham katta qarz qoldirgan, buni to'lashing kerak" deydi. Va bola "Men to'layman, lekin qizga aytmayman" deb juda ham qattiq harakat qiladi va bir kun qiz bu narsani bilib qoladi. Bolani yoniga borib, "Nimaga menga bu narsani aytmading? To'yimiz uchun deb yiqqan pullarni qo'shib, bu qarzni to'lab olishimiz mumkin" deydi. O'shanda bola qizga qarab, "Men buni xohlamayman. Men o'zimga umuman ishonchim yo'q. Men senga kelajakda yaxshi to'y, yaxshi uy, hech nima bera olmayman" deydi va bola qizni tashlab ketadi. O'shanda qiz yig'lab ko'chaga chiqqanida, afsuski qiz bilan juda ham yomon narsa ro'y beradi va bola orqasidan chiqqanda hech nima qila olmay qoladi. Bu filmning davomi nima bilan tugashiga qiziqsangiz, bu filmni обязательно ko'ringlar. Aytgancha eng sara filmlar tahlillari uchun Kinoteatr kanaliga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Dilbar.